Magistraturani ham bitirdim. Endi dissertatsiya qilsammikin? Yoki uydagilarni aytganini qilib, turmushga chiqsammikin? Assalomu alaykum. Yuqoridagi holat ilmiy ish qilishni xohlaydigan va uni boshlagan ko'pgina xotin-qizlarda uchrashi mumkin. Mening ismim Gulnoza Odilova, filologiya fanlari doktori, professor, Toshkent kimyo xalqaro universiteti tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasi mudiriman. Shuningdek, ilm va oila, g'oyadan dissertatsiyagacha, peshti sari qadam kabi mualliflik kurslari asoschisiman. Bugungi darsimizda ilm va oila muvozanatini ushlash haqida gaplashamiz. Bilamizki, O'zbekistonda ayolning reproduktiv yoshi ilm qilish yoshi bilan parallel keladi. Ya'ni xotin-qizlarimiz universitetni tamomlab, magistraturada o'qib, keyin ilm qilishadi. Bu jarayonda esa ular albatta birinchi navbatda oila qurishi, farzand ko'rishi ham kerak. Chunki jamiyatimizda ayolning vazifalaridan eng oliysi bu oilaga bekalik qilish hisoblanadi. Xo'sh, qizlarda qanday muammolar yuzaga keladi? Ilm qilishni orzu qilishadi, ammo oilani tanlash kerakmi, ilmnimi degan savol ularni qiynaydi. Ilmiy faoliyatni tanlab turmushga chiqmasdan farzandli bo'lishni orqaga surish ham yaramaydi. Buning uchun esa ilmiy faoliyatni olib borishga oila sharoitida tayyorgarlik ko'rish kerak. Soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, biror ayol homilador bo'ladigan bo'lsa, uning oila a'zolari, turmush o'rtog'i, qaynota, qaynona hamma 9 oylik go'dakni dunyoga kelishini kutadi. Ayolga sharoit yaratishadi. Ayol ham o'z navbatida foydali vitaminlar bilan oziqlanadi, sog'lom turmush tarzini olib boradi. Hammaning diqqat e'tibori ana shu tug'ilajak farzandda bo'ladi. Lekin ilmiy ish bilan shug'ullanishga kelganda qizlar buni faqatgina o'zlari xohlashadi. Bo'lajak turmush o'rtoqlari bilan ham yetarlicha bu mavzuda suhbat qilmasdan, oila a'zolarining roziligini olmasdan ilmiy faoliyatni boshlab borishadi. Shundan so'ng esa bir qator muammolar yuzaga keladi. Aslida 3 yil ichida dissertatsiyani yozib, munosib himoya qilish mumkin. Ammo bu borada, bu davrda sizni butun oila a'zoyingiz himoya qilish kerak. Ya'ni yuqorida aytganimdek, siz homilador ayol pozitsiyasida o'z bolangizni himoya qilgan kabi dissertatsiyangizga butun diqqat e'tiborni qaratishingiz kerak. Faqatgina bir o'zingizni e'tiboringiz yetmaydi. Turmush o'rtog'ingiz, qaynona, qaynota, hamma qarindosh urug' sizning dissertatsiya himoya qilayotganingizni va mana shu 3 yil sizning hayotingizda muhim davr ekanligini tushunib yetish kerak. Bunday bo'lmasa-chi, butun energiyangiz uyingizdagi mojarolar, yaqinlaringizni sizga bo'lgan e'tirozlari bilan kurashishga ketadi. Ya'ni siz dissertatsiyani ilmiy kengashda emas, oila a'zolaringiz o'rtasida doim himoya qilishingizga to'g'ri keladi. Buning uchun eng avvalo siz o'zingizga orzu qilyapsizmi, maqsadmi? Buni qat'iy belgilab olishingiz kerak. Orzuning chek-chegarasi yo'q. Orzuni hamma qilishi mumkin. Lekin maqsad qilingandan keyin har bitta maqsadga reja tuziladi. Sizning maqsad va rejalaringizdan birinchi navbatda yaqinlaringiz xabardor bo'lishi kerak. Ularga o'z qat'iyatingiz, dissertatsiyaga jiddiy yondashayotganligingiz va ilmiy ish qilish sizni hayotiy maqsadingiz ekanligini boshidanoq tushuntirmasangiz, dissertatsiya yozish jarayonida juda ko'p ruhiy holatlar sizning ilmiy faoliyatingizga ta'sir qilishi mumkin. Buning uchun nima qilish kerak? Avvalo, turmush o'rtog'ingiz, qaynonangizga dissertatsiya yozish jarayonlarini, qancha vaqt olishi, kunda qancha vaqt sarflashingizni tushuntiring. Kundalik kun tartibingizni yozib chiqing. U oilada hamma ko'radigan joyda osilgan bo'lsin. Ya'ni sizning time managementingizdan yaqinlaringiz xabardor bo'lsin. 3 yil ichida qachon siz birinchi himoyaga chiqasiz? Himoya kuningiz qachonligini ular albatta bilishi kerak. Kundalik yumushlaringizdan ortib, dissertatsiya yozishga qancha vaqt sarflayotganligingizni aniq belgilab oling. Ortiqcha ko'ngilochar tadbirlarda qatnashish,
soatlab ijtimoiy tarmoqlarda o'tirish yoki turli seriallarni tomosha qilish jarayonida sizni uchratishar ekan, yaqinlaringiz sizni ilmiy faoliyat bilan jiddiy shug'ullanayotganingizga ishonishmaydi. Qachonki o'zingizni isloh qilsangiz, kun tartibingizda dissertatsiya yozishga, ilmiy faoliyatga eng kamida 8 soat vaqtni ajrata olsangiz, o'shandagina samarali natijaga erishishingiz mumkin. Bu 8 soatni qanday taqsimlash mumkin? Har bir shaxsning produktiv vaqti individual taqsimlanadi. Kimdir kechqurun ishlashni yaxshi ko'radi. Kimlar uchundir ertalab ishlash qulay. Kimningdir miyasi kunning birinchi yarmida aktiv faoliyat olib bormaydi. Shunga qarab, adabiyotlar bilan ishlash, dissertatsiyani yozish va tahrir qilish vaqtlarini rejalashtiring. Bir kunda umumiy ilmiy faoliyat bilan shug'ullanadigan vaqtingiz 8 soatni tashkil etmas ekan, siz belgilangan muddatda dissertatsiyani yozib tugata olmaysiz. Bu ishni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun esa birinchi navbatda yaqinlaringizning ruhiy ko'magi juda ham kerak. Ilmiy faoliyatni boshlashdan avval birinchi navbatda yaqinlaringiz bilan yaxshilab gaplashib oling. Keyingi darslarimizda dissertatsiya mavzusini tanlash, adabiyotlar bilan ishlash, ilmiy maqola yozish, dissertatsiya bo'limlari haqida gaplashamiz. Keyingi darslarimizni o'tkazib yubormang. Hozircha esa xayr.